1 dekabr haftaning dushanba kuni hammaga assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatayotgan birodarlar, bugun o'rtoqlar ozgina videolar ko'payib ketgani uchun ozgina kech qoldim. Xullas, kech payt bo'lsa ham Toshkent tumani Madaniyat mahallasidan bitta mana shu pachka semental gibrid buqachamiz bilan bitta rossiyskiy привозной angusimiz bor ekan, savdoga qo'yib beraman. Bu akamiz bilan anchadan beri biza salom alaykum qilib oldi berdi qilib yuramiz. Akamiz uyda xonadonlarda mana shunaqa mini ferma qilib naslli sigirlarni boqib, mashta bolalarni parvarish qilib keladilar akalar. Xo'p, mana shu rossiyskiy sigir tug'gan ekan. Mana shuni olib tashqariga olib chiqib bitta video obzorini qilib beramiz o'rtoqlar. Akamiz hozir ham buzoni yechkunlarcha ma'lumotlarni olib turaman. Aka, bu mana bu sigir onasi? Shu onasi yaxshi fermadan chiqqan rossiyskiy. Onasi ham gibrid romi deyman, zo'r beradi. Shu galishtinga anaqasi. Ana kallalar o'rtoqlar. Mana shu sigir bolasi xullas sotuvga chiqyapti. Hozir chiroyli qilib obzorini qilib beramiz. Qorong'i bo'lsa ham endi narx-navosi ham shunga yarasha bo'ladi. Dehqon egalaridan deb rosa so'rayotdinglar o'rtoqlar. Mana 100% dehqon egalaridan mana shu semental gibrid buqachamiz. Mana polvon olib chiqyaptilar. Voy jonivor. Chiroyligini qaranglar mana. Ketdi. Qayerga olib chiqasan? Bu yoqdanmi? Yurur. Uni o'zingiz olib chiqaverasizmi? Epla olaysanmi? Ketdi mana. O'rtoqlar, xudo xolsa, ma'lumot o'rnida bitta narsani aytib o'tib ketaman. Mana bitta ham buqalarimiz bor. Bu yoqni tashqariga olib chiqish iloji yo'q bularni. Mana shu turgan joyida ham kelib ko'rsanglar bo'ladi. Navoda keladigan akalarimiz bo'lsa, bular ham savdoga qo'yilgan. Hozir narxlarini so'raymiz. Mana bitta semental paroda g'unajillar. Hop, bular sotuvda emas, bular yetilganlardan keyin savdoga qo'yamiz. Mana. Mana o'rtoqlar. Mana sementallarni ham xudo xolsa yetilgandan keyin savdoga qo'yamiz. Hozir sotilmaydi lekin. Ham buqachamiz yurmayapti shekilli, hozir haydoram. Hop, o'rtoqlar, videoni boshladik. Bismillah deb. Aka, bu buqacha, xullas, to'g'rimi? Aha. Qanchalik bo'ldi? 2,5 oylik buqacha mana. Yur jonivor. Yurg'iz oyoqqa. Onasi ham gibrid, bu ham gibrid. O'shanda bu semental qo'yilganmi o'shanda sigiri? Qo'yilgan. Mana shu buzoni bergan. Qani bu yoqqa yurg'iz, bu yoqqa. Qani? Yur jonivor. Ana. O'rtoqlar, dehqon egalaridan chiqarib beringlar deb so'rayotdinglar. Orqalarning korobkaligini qaranglar. Bu xos sut ichyaptimi? Sut ham ichyapti, kam anaqa ham yo'q. Yem xashi hammasi. Yem xashiylar o'sha ovqatga kirgan, ha? Kirgan. Bu emadimi yo rushnoymi? Yo'q, emadi. Emadi? Sog'i bo'lib ozgina qo'yib yuboramiz. Lekin hozir 100% ovqatga o'tgan. Ha, o'tgan. Mana o'rtoqlar. Ichlari ketmagan, ichki shoxini kuydirmadingizmi aka buni? Yo'q, shunga vaqt bo'lmayapti. Mana o'rtoqlar. Ozgina shox. Kichkina shoxlari bor. Mana oyoqlarni qaranglar, to'son oyoqligini. Onasini ham ko'rdinglar, ona ham kichkina narsa emas. Yaxshi sut beradigan sigir bolasi ekan. Endi semental parodaga xullas urug' qo'yilgan ekan. Mana shu bolani beribdi. Onasi yana qochgandir-a? Qochdi. Ahmadjonika, voy, tortib ketdi. Yurg'iz bu yoqqa. Qaranglar, baquvvatligini. Jonor. O'rtoqlar, olib o'zingiz ishqozchilikka tashab qo'yishingiz uchun yaxshi variant. Joni sog'. Joni sog' bo'lsin. Ahmadjonika necha pul qo'yamiz aka narxini? Yopishtirib. Uni kelishtirib 17 qo'yamiz, kelishtirib beramiz. 17 million kami bor-a? Kami bor. Mana o'rtoqlar. Adresi yaxshilab o'zingiz tushuntirib oling. Madaniyat mahalla, Toshkent tumani. Toshkent NVX deydi. Xullas, ana dabda stadion bor, mana bitta. Ha, stadion. Stadionning oldidan kirganingizdan keyin 100 metr kirgandan keyin shunday ko'chani yuzda o'zi xullas. Madaniyat sentri. Mana o'rtoqlar. Sifat qaranglar, jonivor. 17 million kami bor. 20 million, 18 million emas mana. Dehqonga yarashadigan narx bo'ldi, lekin yana o'tib berishadi. Kami bor. Mana o'rtoqlar. Yo'tal unaqa narsalar yo'q aka, bu roqishlari sog'lom-a? Sog'lom. Ko'zlarni qaranglar, chiroyli. 17 million so'm kami bor. Orqa korobkalari ham zo'r ekan. Mana. Mana o'rtoqlar. Hop, bu nima aka bu? Bu Angus oluvdi. Aha. Rossiyadan kelgan, mana ko'rsatib qo'ying. Qani?
Ha, birkalari ham bor ekan. Mana. Bo'ldi mana. Rossiyskiy birkada bo'ldi, qiynamang. Ko'rinmading mana. Rossiyskiy birkada. Aha. Aha. Bu ham kiygan, provoznoy kiygan. Aha. Ha, bu sigir o'zim olgan. beri boqolman. Uyda. Yeb ichishi zo'r. Aha. Janimdan o'smayapti, rosa kengayib ketdi-da. Ha, Bunaqa bunaqa ajdar. yo'g'onlashyapti bunaqasiga. Ha. Qorinni qaranglar, g'ildirak bo'lib qolgan. O'zi kanaqa yeydi. Hech hammadan qolgani shortini shu yeydi. Ha, jonivor. O'rtoqlar shu ishqibozchilik uchun xullas mana shu 3tasini tashab qo'ygan ekanlar. Bu ya'ni qo'rani ichida ikkita turibdi. Men qorong'ida keldim, hozir zo'r ko'rsatib bera olmayman. O'zi iloji bo'lsa ertaga kunduz kuni ham bitta video qilib beraman agar vaqtimiz bo'lsa. Nima ular ham sotiladi, qo'ranchiliklari ham. Ha, 3tadi. 3ta. Bundan kattaroq. Aha. Ha, sheriklari bundan kattaroq. Kattaroq. Aka nech pul narx bunga? Bunga kelishtirib 24,5 deymiz, o'zi qimmat deganda bu. Ha, ana boqmaligini o'zida qimmat olgansiz. Ha, o'zi kelganda 24,5 million. ozgina kami bor. O'tib beradigan joyi bor xullas. Yedish salomatligi zo'r, hech qanaqa muammosi yo'q. Akamiz zaruratdan Biz shopir emasmiz, yana bir narsani aytib ketish kerak. dastavkasi. Ha, dastavka, lekin bizda yo'q. Ha, endi Molga ko'p ham aralashurmayman, mashinalarni ham ko'pini tanimayman-da. akamiz o'rtoqlar asosan o'zi ustachilik bilan shug'ullanadilar. Bu akamizni ancha yildan beri men taniyman o'zim. U bir yil kelganda bunaqa mollari bunaqa naqama endi uje mini ferma qilib ancha yo'lga qo'yibdilar, barakasini bersin. Xudo xolisa mana bu yerda semental g'unajillarni ham yetiltiryaptilar. Bahorlarda sotuvga qo'yamiz aka. Xudo xolisa. Yetiltirib. Xudo xolisa aka. Mana 24,5 million kami bor. Mana bu yerda men gibrid buqachani срочный tavsiya qilaman. O'zi bu molni tanto oladiganlar ham Dilmurod deb ertalab aytuvdilar, keling undan ko'ra telefonga qo'yamiz. Oladigan odamni o'zi aloqaga chiqadi sizga deb boya maslahat qiluvdik. Narxini ham ikkalamiz maslahat qildikda 17 million so'm xullas kami bor deb savdoga qo'yiladigan bo'ldi. Kim olsa maza qilsin mana oyoqlari baquvvat. Mana o'rtoqlar qaranglar sifatini gap bo'lishi mumkin emas. Endi o'tib beriladi, to'g'rimi? Ahmadjon aka, kami bor. Beramiz, kelishtirib beramiz. Telefon raqamlarini aytib o'tib ketaman. 90 nechida aka? 99lik 99lik 909 56 16. 909 56 16 telefoniga aloqaga chiqasizlar. Agar imkoniyatimiz bo'lsa, ertaga kunduz kuni ham bitta video qilib beramiz. Harakat qilamiz, va'da qilmaymiz lekin. Mashxonadondan xudo xolisi bu yog'iga ketiga yaxshi bo'g'oz, birinchi qorin sementlar, rossiyskilansa ekan chiqarishni boshlaymiz. Xudo xolisa. Salomat bo'lasizlar o'rtoqlar. Telefon qo'yasizlar.